tabiati muloyim. Uni muloyimligini ko'rib ezilib ketasiz. Shu hech o'zgarmadi. Sal o'zingni tut. Yo'q degan, qilma o'sha ishlarni. O'rgataveradi yaqinlar, o'rgataveradi, lekin o'sha muloyim xo'p deydi, ha deydi, yig'laydi. Ya'ni hech ham o'zgartira olmaysiz. Aslida men bunday insonlarga qarab aytamanki, bular Allohning ne'matlari. Misol uchun bizga o'xshagan boshqa insonlar hayotni qiyinchiliklaridan, hayoti zarbalaridan saboq olib o'zgarib ketamiz. Ya'ni shustri bo'lib ketib qolamiz keyin, yoki o'zimiz chegaralarimizni himoya qilishni o'rganamiz, yo'q deyishni o'rganamiz, yoki xafa qilsa javob qaytarishni o'rganamiz, ketishni o'rganamiz, chidamaslikni o'rganamiz. Lekin bunaqa insonlarni hayot o'rgata olmaydi. Nimaga? Chunki Alloh bularni o'zgarishni ham xohlamaydi. Chunki Allohning o'zi bunaqa insonlarni muloyim, tabiatli qilib qo'ygan va Alloh mana shunday qilib jo'natdimi, shunday olishni xohlar ekanki va uni darajasini o'ta yuksak qilib qo'yadi. Shuning uchun sizni ham balki o'ta muloyim tanishlaringiz bo'lsa yoki o'zingiz shunaqa muloyimlik hech o'zgara olmayotganlar toifasiga kirsangiz, biling bu sizga nisbatan berilgan Allohning bir ne'mati.